Endi voqeaga keladigan bo'lsak, har doim Toshkent zilzilasi to'g'risida gapiradigan bo'lsak, men o'sha kunlarni haligacha juda yaxshi esimda saqlab qolganman. Albatta endi eslaymiz, meni yashaydigan joyim shu yerdan 10 kilometr g'arb tomon, Toshkent janubiy g'arb tomonida. Albatta zilzila kuchi o'sha paytda agarda bu markazda 8-8,5 ball bo'lgan bo'lsa, bizning yashaydigan joylarimizda taxminan 7 ball atrofida bo'lgan. Endi yoshmiz, hammamiz, singlarim juda kichkina edi, 4 yashar edi, bittasi 6 yashar edi. Umuman olib qaraganda shu voqea bo'lganda buvimlar namoz uchun turgan ekanlar. Shu zilzila bo'lganda birinchi ularning nimasi, Alixon bolalarni olib chiq. 2 vagonli tramvay yurardi. O'shani shovqini bizga juda yaxshi sezilib turadi-da. Mali kechayotganimdan keyin bir payt hali gusur boshlandi. Alixon endi odamlar turib uyga kirib, hammamizni qo'ltig'imizdan ko'tarib eshikdan emas, oynadan pastga tushirganlarda, biz hali uxlab yotibmiz. Uxlayotganda ko'tarib nimaga tashlaganlarda. Shu narsa esimda bor. Chunki o'sha paytda juda kuchli vahma bor edi. Zilzilani umuman tovushi ham, lekin свечение deydi, yorug'lar ham tarqatgan nimalari buvimlar aytib berishicha. Men o'yladim, tramvay o'tyapti deb, katta tezlikda o'tardi. Keyin qarasam to'xtamayapti. Shu bilan men yugurib hovliga chiqdim. Hovliga chiqsam, o'sha odamlar, oyimlar, buvimlar, Oila a'zolarini qo'rquv orasida dohlashlari, boshqalari ta'siri yana 2 marta kuchaytirib olgan bo'lgan. Endi shuning uchun juda bir vahmali bo'lgan. Endi baribir odam qiziquvchan bo'ladi. Ertasiga tong otgandan keyin akalarimiz bilan birga qani yuraylik, markaz qayerda ekan, qayerda kuchli bo'lgan ekan deb chiqqanimizda shaharga. Bizning tomonga borgan sari buzilishlar ancha nisbatan sezilarli bo'lmasa ham, boyaga suvoli tushib ketgan, ayrim joylarda oynalar singan shunaqa, lekin markazga kelgan sari boyaga effekt yana ham kuchliroq bo'lganini ko'rganmiz. Undan keyin mana vaqt o'tdi, qo'limizga meni qo'limga tushib qoldi bir rassomni Toshkent ko'chalaridagi ahvolni, real holatini chizgan anaqalari hozir ham shu menda esdalik bo'lib turibdi. Juda ko'p shaharlar atrofidagi buzilishlarni hammasini, har bir ko'chasini misol tariqasida rasmini olgan ekan. Toshkent zilzilasi asosiy zarbasidan keyin juda ko'p aftershoklari bo'lgan. Zarbadan keyingi bo'ladigan. Eng kuchlisi mana 26-aprelda bo'ldi. Zilzila oradan bir necha kun o'tgandan keyin 10-may kuni yana kuchli zilzila sodir bo'ldi. Uni chuqurligi 7 kilometrda, bali 7 ball edi. Tasavvur ham qilmaganmiz, shunaqa o'ylanib buzilib, devorlar tashlab yorib, bosib qolgan holatlari bo'lishi mumkinligi umuman bizning xayolimizga kelmaganda. O'shalarni ko'rgandan keyin albatta bir shok holatiga tushasiz endi, qo'rquv. O'shaning uchun ham bu ahvolni ko'rgandan keyin ham ikkinchi aftershokida vahma qattiqroq bo'lgan. Birinchisiga qaraganda, chunki o'sha holat o'tda ham yuz berishi mumkin edi turgan yashagan joyda degan narsa. Endi nima deydi, bu narsadan xabar bo'lmagan, ko'rmagan odam uchun bu juda qo'rqinchli bir holat. Endi mana boyaga Nazarbekni aftershokida kechasi ham bo'lgan. Men turganimdagi meni holatimni ko'rgan oila a'zolarim hayron bo'lishgan. Sen o'zing shu sohada mutaxassis bo'lsang, nega bunaqa ranging oqarib ketdi? Men aytdim, men buni qanaqa oqibatga olib kelishini endi men bilamanman. Ko'rganman adabiyotlarda boshqa zilzilalar oqibatlarini. O'shaning uchun ham qo'rqib ketdim men o'zimizda shunaqa bo'lmasin. Nohotki bo'lib qolsa hozir deb degan ahvollarda. Lekin buni nima dedi?
his qilmagan odam tasavvur qila olmaydi bu qo'rquv vahimani. Asosiy sababchilardan bittasi zilzilani bu yer qa'ridagi bo'layotgan kuchlanishlar. O'sha kuchlanishlar qanaqadir predelga keladiki, o'sha bir qarshilik qilayotgan tomon kuchlanish berayotgan tomonga qarshilik bera olmaydi, sinadi. Bloklarni bu harakati natijasida bo'ladigan o'sha 8 kilometrda bo'layotgan harakatlar. Qarshilik singandan keyin bitta shu 8 kilometrdan to'lqinlar paydo bo'lgan. Bu упругие волны deydi, qayishqoq to'lqinlarning tepaga chiqishi. Agar to'lqinlar bilan gapiradigan bo'lsak, o'sha vertikal bo'lgani uchun Toshkent zilzilasi vertikal tebranishlarni davomiyligi 1,5 sekund bo'lgan. Gorizontal o'sha paytda nimasi 20 sekundgacha borgan. Gorizontal. Albatta tepadan urgandan keyin gorizontal keyin tarqaladi, vertikal 1,5 sekundda vertikal o'sha ko'tarib urgan. Shuning uchun ham darrov ozroq vaqt o'tgandan keyin даже ertasiga markaziy qo'mitani sobiq ittifoq markaziy qo'mitani birinchi bosh sekretari Leonid Ilyich Brejnev Ministrlar Sovetinin raisi Kosygin kelishib, o'sha ittifoq miqyosida komissiya tuzilib, o'tga kerakli odamlarni nima qilishib, o'sha zilzilani nimasini oqibatlarini bartaraf uchun juda katta komissiya tuzilgan. Позвонили, прислали телеграммы с предложениями оказать поддержку. Это стремление наших народов помочь вам, города как Москва, Ленинград, Украина, Российская Федерация, Белоруссия и все ваши соседи возьмут на себя определенные обязательства построить вам не только отдельные дома, а может быть и целые кварталы. Oradan 1-2 kun o'tgandan keyin birinchi bo'lib yordamga bu olimlar kelgan. Seysmolog olimlar kelgan, tojikistonlik olimlar kelgan. Seysmologiya sohasida juda katta markazi Tojikistonda joylashgandi. Ular bir kunning ichida yetib kelishgan. Yetib kelib shu talofatlarni o'rganish va umuman Toshkentda bo'lgan jarayonni, umuman shu jarayonni qanaqa davom etish to'g'risida ishlarni amalga oshirish uchun yetib kelishgan. Undan keyin qirg'izistonliklar kelgan, ekspeditsiya bo'lib, undan keyin mana Moskvadan yetib kelishgan 3-4 kundan keyin. Mana shuna qilib ilmiy hamjamiyat shu yerga kelib turib, ilmiy tadqiqotlarni olib borish bo'yicha ishlarni amalga oshirishgan. 23-may kuni juda katta ishchi guruhi tashkil qilingan. Butun bor olimlar tomonidan umuman Toshkentni rivojlantirish kerak edi. Toshkentga qanaqa haligi seysmik jihatdan baho berish kerak edi. O'sha jihatlarni juda olimlar mukammal o'rganishga harakat qilishgan. O'shalarning hozirgi kundagi yozuvlari, o'shalarni bergan fikrlari hozirgacha juda katta ahamiyatga ega. Biz undan hozirgacha foydalanib kelayotganmiz. Hukumat rahbarlari, mutasaddi odamlar, tashkilotlarni juda katta tashkiliy ishlarni amalga oshirgan. Qisqa paytda nima dedi? Palatkalar qurilib, ruschasiga palatishni garodok deymiz. Ma'lum bir o'sha zilzila asorat sezilmagan joyda maydonlarda palatkalar qurilib, o'sha yerga haligi o'ylari buzilgan aholini ko'chirib, o'shalarga o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilgan, o'z vaqtida ularga oziq-ovqat, o'sha issiq ovqat tashkil qilingan. Xuddi bu narsa odamlarni yana hali jipslashtirib, bir-biriga mehribonlikni yanada orttirib, o'sha azroq aziyat chekkan aholini, o'y joyidan ayrilgan odamlarni nimasi tushmasligi uchun o'shalarga qo'ldan kelgancha hamma o'zini mehribonligini, o'zini yordamini, moddiy, ma'naviy yordamini bergan. Bu narsa sezilgan albatta. Bitta narsani aytamanki, o'sha Qatortol ko'chasida palatkalar eslayman. O'sha palatkalar bo'lgan, palatkalarda asosan rus zabonlar o'sha yerda turgan.
o'zbeklar o'sha mahallasida palatka qurib nima qilishgan. Endi shu palatkalar nimalar butun sobiq ittifoqdagi xalqlar shu Toshkentni qishgacha qurib beramiz. Odamlar haligi boshpanasi qolmasin degan ma'noda haqiqatda jasorat bilan Toshkentga kelishgan. Будет начало нового Ташкента, не такого, какой был, а более красивого, устойчивого, чтобы никакое землетрясение его не беспокоило. Hayot shuni ko'rsatadiki, tabiiy kutilmagan ofatlar bo'lgan paytda qanaqadir insonlarda hamjihatlik, bir-biriga mehr-oqibat, bir-birini qo'llab qo'l to'lash, bir-birini suyash degan narsalar juda kuchli intuitivni kuchayib ketar ekanda. Shu xalq uchun qilayotganini odamlar sezib, iloji boricha shulardan minnatdor bo'lib, biron bir oilada yoki yaqinlarim ichida yoki tanishlarim ichida men Toshkentdan ketyapman yoki ketdim degan gap eshitgan emasman. Chunki shu jonga bog'liqlik juda katta sezilganda shunda. Endi o'sha 66-yilda bo'lgandan keyin boyagi shahardagi boyagi keskin o'zgarishlar, shaharning zamonalashuvi, boyagi yangi bino inshootlar, yangi kvartallar qurilishi, yangi uylar, ko'p etajli binolarning qurilishi, bular endi shaharni umuman ko'rinishini o'zgartirib yubordi. Endi hammasi mutlaqo e'tibor o'zi shaharga boshqacha qaratildi. Toshkentda shunchalik qurilish kranlari ko'payib ketdiki, Toshkent qurilish kranlari shahri degan nom oldi. Olib qaraganda Toshkent qayta qurildi. Agar bunday o'ylaydigan bo'lsak, 66-yildagi Toshkent bilan hozirgi Toshkentni qiyoslasak, bu hozir megapolisga aylanayotgan shahar hisoblanadi. Qo'rqish kerak emas. Ko'pchilik aytadi, mana deydi 40 etajlik binolar quryapsizlar, uylarni mana piramidni 40 etaj qurdinglar, Nexon'ni qurdinglar, 42 etaj turar joy binolarni. Qo'rqish kerak emas. Bino qanchalik baland bo'lsa, shunchalik ular seysmik mustahkamligi mustahkam bo'ladi. Mana odamlar o'ziga hozir qurishyapti, bino inshootni 2 etajli, 3 etajli qilib qurishyapti. Endi bularni hozirgi seysmik mustahkamligiga berayotgan e'tiboriga ahamiyat bersangiz, ayrimlar savoldan berishadi. U necha asr yashamoqchisan bu o'yda. Endi hozir mana shunaqa fikr bo'lyaptiki, biz o'zimiz yashaymiz bu yerda. Biz o'zimiz uchun quryapmiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan 29-aprel butun dunyo uchun muhim xotira kuni sifatida ilgari surildi. Rezolyutsiyani dunyoning turli mintaqalaridan 80 dan ortiq davlat qo'llab-quvvatladi. Bu sana bejiz tanlanmagan. U 1966-yilda Toshkent shahrida yuz bergan kuchli zilzilaning 60 yilligiga bag'ishlangan. Bu kun minglab insonlar taqdirini o'zgartirgan matonat va birlik ramziga aylangan. Vazirlar Mahkamasini prezidenti topshiriqlari bor. Har bitta qurilgan bino inshoot ekspertiza instrumental, agar kerak bo'lsa, instrumental tadqiqotlardan o'tkazib, ularni seysmik holatini baholash jarayonlari hozir juda bizda amalga oshirilib kelyapti. Bu har tomonlama nimaki, o'sha bino inshootda turadigan aholi o'ziga haligi zilziladan men anchagina himoyalangan ekanman degan o'zida tushuncha hosil bo'lishi uchun, voy bu zilzilaga chidamaydi degan vahmalarga berilmaslik uchun, umuman olganda aholini shu vahmalardan nima qilishimiz kerak, chetlatishimiz kerak. Mana o'tgan yili
agar bunday bo'lsa, Olmaotada zilzilalar bo'ldi. Yanvar oyida shunaqa dahshat narsalar bo'ldiki, 3-chi, 4-chi, 5-chi etajdan ham sakraganlar bo'ldi. Atigi 5 ball zilzila bo'ldi. Bunaqa kuchli bo'lgani yo'q. Zilzila qachon paydo bo'ladi? Qachon sodir bo'ladi? Qachonki insonlar uni esdan chiqarsa. Shu narsaga har doim amal qilish kerak. Biz hududimiz seysmologik, zilzilaga boy hudud. Bilamiz bu narsani, o'rganyapmiz, tayyor turishimiz kerak zilzilaga. O'shaning uchun yaxshi uylar qurishimiz kerak mustahkam, o'zimizni bilim saviyamizni oshirishimiz kerak.